O'g'lim ancha bo'ynilari ochildi, lekin bo'ynilari ochildi. Hozir Algoritm filialida navbatdagi odzivimizni konsultatsiya jarayonidan 3 ta bola повторный kelganlar, lekin yana olamiz xudo xolasa. Natijasi zo'r, qizlar bolalardagi sabrazli bo'lgan, ochilgan, ancha yaxshi bo'lgan. Do'pposlik o'zimga ham ko'rsataman. Mana X sabrazlari edi, keyin mana qanaqa darajada yaxshi bo'lgani mana. Undan tashqari qizimizda qomat buzilishi bo'lgan, yelkalar uchburchi oldinga qarab bunaqa yurganlar. Uli ham ketgan, ko'krak deformatsiyalari bo'lgan, uli ham ketgan. O'g'illarda ham juda qomat buzilib bunaqa yurgan ekanlar. Bu ham ancha ochilibdi. Mashaalloh, mashaalloh. Hozir masterimga повторный konsultatsiyaga kelyaptilar, biladi, kelayotgan paytda kirg'izyapti. Nazoratim qattiq tan olaman, lekin oyisi zo'r bo'libdi effekt. Mashalloh, Alloh xayrli. hozir lekin biz полный massaj olib kelganmiz. Umuman effekt bo'lmagani uchun keldik. Effekt bo'lmagani uchun ne sразу kelurmadingiz? Uyga borish qulay edi, ikkita bola bilan. Uyga chaqirdim, oxiri qarasam, pulim ketdi. Men pastda yana oyog'iga olardim, lekin hech qachon tanasi qiyshuvligini, qorni chiqib ketganligini aytishmagan. Lekin shuncha vaqt pulim ketganiga, bolalarimni vaqti o'tganiga afsuslan. Mana yaxshi bo'ldi, mana afsuslandim. Zo'r bo'ldi. Tabriklayman, Alloh xayr qilsin. Довольнымsiz? Tabriklayman. Birni beraman. Xudo xohlasa o'zim ham sal kattaroq bo'lib, o'zim ham o'qiyman. Voy o'qiysan, sabr tushadi. Qarang, sabr bachcha.